O'zi ko'pchilik odamlarni semizligiga o'zini irodasizligi, nafsini boshqara olmasligi sabab bo'ladi. Endi shunday bir voqea bo'lgan. Muqaddas Ramazon oyi edi. Zalda o'tirsam bir mijoz kelgan. Semiz ko'rinishi realni bu katta vaznda edi. Doktor aytgan, boring sport bilan shug'ullaning, jigaringiz yog' bosibdi deb bir nechta yana bir qo'rqinchli kasalliklarni aytgan. Shuni qo'rquvda kelgan. Aytayaptiki, nima desangiz qilaman. Hamma gapingizga, hamma yanangizga roziman, qochmayman mehnatdan. Shu abonement oladigan muammosi hal-da, men uni ozdirib olaman. Yani aytdim $200 dedim. $200 yozib beraman desam, arzonlashib bo'lmaydimi dedi. Yo'q dedim. Ha qo'yganda chiqib ketdi. Muqaddas Ramazon oyi meni ham odamiyligim tutib, ortidan puling ham kerak emas, kelaver. Yozib beraman deb niyat qilib shu chiqsam, suv ichib ketayotgan ekan. Muqaddas Ramazon oyida o'zini irodasizlik, nafsini boshqara olmaydi. Ko'p shogirdlarim minnatdorchilik bildiradi-da, sizni mehnatingiz orqali ozdik, rahmat, boshqa deydi. Lekin aslida men ularga faqat to'g'ri yo'lni ko'rsataman. Qiyinchilikdan o'zlari o'tadi. Mehnatni o'zlari qiladi. O'zining irodasi bilan erishadi natijaga.